Somsa уже reaksiyaga kiryapti. Somsa quturtiribdi. Somsa 4 daqiqada tugadi mana. Suyak demang aka. Bilay, go'shti bo'ylam. Somsani haqiqiy yeydigan egasi kelgan polvon aka. Shu somsami aka? Mana shuni yeyish kerak. U og'zingizga shuni kirib ketadi. Buni hozir yeyman. To'xtang, vaqti bo'lsa aka. Va sendachi mehr somsani kuchi bormi? Mana bugun Bosimboga Toshkent shahardan o'sha chempion akam, Xayrli akam kelgan. Bitta 2 kilalik somsa, bir kosa qayla agar 15 daqiqa desa, mana Bosimbodan har doimgidek 400 ming pul, yegani bepul. Tayyormisiz? Hey, menga qarang. Ey, Bo'ldi. Bo'ldim hisob. tayyormisiz? Ketdi mana. Bu vaqtlar ham vaqtga qaramaydi. Vaqt qiziq emas. Vaqt qiziqmas ha? Somsa qiziq. Vazn kelish kerak. Somsani chiqish kerak. Bu somsani haqiqiy polvonlar yeydi-da. Buni ko'ryapsizmi? Oho, men belimdek bo'lib yotibdi. Tandirda bormi? Yana yetadimi o'zi? Bor aka. Ikkinchisiga harakat qilib turing. Butun tandir bilan yeyman deyapti. Bosang Xayrli aka. Bo'lagan, o'g'il bola ovqat yesa. Oxirgi bo'lak. Bo'ldi, somsa tugadi mana. Bo'ldi aka, bu kasani ham yeb qo'yasiz hozir. Nima deyapti? Endi somsani kuchini ko'rsating endi. Sizda ko'rsataymi, kimda ko'rsatay birinchi? O'zingizda ko'rsatavering. Somsa kuchga kiryapti. Mana nozik bolalar, yaxshi ovqatlanmaydigan bolalar sizga o'xshash uchun nima qilish kerak? Birinchi bo'lib, Bosim boboga kelib, testosteronni ko'tarish kerak. Testosteronni ko'tarilgan odamda har doim zo'r ketadi. Xayrli akamga o'xshab baquvvat bo'lish uchun somsani tiqib yuborish kerak. Kelish kerak, tavsiya qilaman. Addushi hamma. Aka rahmat, zo'r, addushi. Xursand bo'ldim. Salomat bo'lasiz.